Ulkan bitta savolda, endi hamma har xil sharoitda bir xilgina ishdan to'g'ri zalga keladi, cho'milmaydi. Endi kimdadir dezodoranti bor, sepadi, sepmaydi-da, endi hamma har xilda. Endi to'g'ri tushunish kerak. Men aytmoqchi bo'lganim, bugun zalga keldim. Endi ikkita bolada ozgina zavq kelyapti-da, hammani jazolayapti-da bu hid bilan. O'shanaqa bolalarga qanaqa fikringiz? Endi qarang aka, mani fikrim shunaqa, endi ustozlardan kelib chiqqan gapimiz, iloji bo'lsa zalni oldi shunday, mana dushimiz bor zalda, shunday cho'milib olib, hamma sharoitlar bor, polotseniyasi, sochlar hammasi bor. Shunday cho'milib olib, dezodorant bilan sepib, shunday chiqsa trenirovkani qilsa, trenirovkadan keyin ham dushga kirib, cho'milib olib, uyga ketsa zo'r, chunki приятный bo'ladi. Misol uchun zalni olib cho'milib ketsa, zalga trenirovka qilgani o'ziga ham приятный bo'ladi aka, qolganlarga ham приятный bo'ladi. To'g'ri. И u gigienaga ham qolgan narsalarga ham to'g'ri keladi-da aka. Misol uchun qarangda, men kiyomanda, yuvilmagan sassiq, grubaga sassiq ishlayapman. Zamitda ishlayapman, mana g'alati hid kelyapti. Siz qanaqa emotsiya bo'ladi? Siz trenirovka ham yaxshi ketmaydi, g'alati hidlar bo'ladi, to'g'rimi? Bu yerda ham xuddi shunaqa narsada aka, iloji bo'lsa bolalar cho'milib keladi, to'g'risi. Nafaqat o'zingizga yaxshi bo'ladi, misol uchun qolgan okrujayishi bolalarga ham yaxshi bo'ladi-da. To'g'ri. O'sha uchun o'zingizlarni birinchi o'rinda o'zingizlarni hurmat qilinglar, qolganlarni bo'laveradi. Endi men o'zimdan aqlli yasamayapman, bu ustozlardan kelib chiqqan gapni aytayapman sizlarga, maslahatim. Biz erkak kishimizga bunaqa narsadan uyalish kerak emas-da. Masalan, aytsanglar, sharoitinglar bo'lmasa, dezodorantmi, shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, beramiz biz. Uyalish kerak emas. Prosta har xil odamlar bor-da, kimlardir gapiradi bu narsani. Hamma har xil xarakterda-da, o'shaning uchun bunaqa narsadan uyalish kerak emas bolalar. Sharoitlar bor, dush bor, hamma narsa bor, cho'milib, приятный trenirovka deganga yetmaydi-da. Prosta o'zini hidi bilan hammani jazolash kerak emas-da. To'g'ri aka.